Qalbingizning cho'nqur qatlamida uzundan buyon ig'ir uyqu altida turayotgan, texi qo'zg'atilmagan bir energiyani his qila olasizmi? U xuddi yoshirin etilib chiqadigan yanardaqqa tong oldidagi nurga o'xshash uyg'onish fursatini kutmoqda. Bugungi qalb safarimizda men sizni ichingizga vahimani qo'yib berib, o'zingizni cheklaydigan kishanni yeyishga, qalbingizga shu hayotiy kuchni qo'zg'atishga yetaklayman. Daxliga uchirmaydigan joyni tanlab, jimjit o'tiring yoki yeting. Siz tayyorlanib bo'lgandan keyin ko'zingizni asta yuming. Oldi bilan bir necha guruh cho'nqur nafas oling. Har qatam nafasni to'liq sumirgandan keyin suzib asta qo'yiting. Shundoq cho'nqur nafas olish jarayonida badaningiz va qalbingiz barqaror azodlashib qolganligini his qilasiz. O'zingizni erkin qo'yib berib, asta-asta tabiiy, rohat nafas olish holatiga qayting. Hozir o'zingizni bir tub cho'ng daraxt deb tasavvur qiling. Daraxt yildizi zaminda cho'nqur yildiz tortib, zaminning oziqligini sumirdi. Daraxt ho'li tub-tuz, to'm, kuchlik. Büyük baraqsan yupurmaqlari mayin shamolda yeni yelpinib turdi. Ular erkin azad holatda nafaslanib intayin rohat, intayin bexatar. Nafas elishingiz texmi muqim, texmi azodlashyapti. Har qatam nafas sumirguningizda jasoratni, botirlikni sumirib, har qatam nafas chiqarganingizda ichingizdagi vahima va qo'rqinchlarning chiqib ketayotganligini his qila olasiz. Qalbingiz barg'ansir azodlashdi. Siz hozir o'zingizga munolarni dang. Men barliq cheklimdagi to'lgan ichki aqidalarimni qo'yib beraman. Men yetarli yaxshi emas deydigan kishanlarimni, qo'rqinchlarimni, men qilolmayman deydigan cheklimlarimni bir-birlab qo'yib beraman. Men barliq o'z-o'zimni cheklashni, o'z-o'zimga azor berishni, o'z-o'zimni azoblanishni tugutaman. Men mushu daqiqadan boshlab hayotimni qaytadan yezishni tanladim. Mening hayotim mukammal ham kuchli. Men barliq shartlarni hozirladim. Hozirimdan huzurlanaman. Men jismoniy va ruhiy jihatdan hayotiy kuchga va ijodchanlikka to'lgan. Mening hayotim cheksiz mumkinchilikka to'lgan. Endi qo'lingizni maydangizga qo'yib, yurak so'qishingizning ritmini his qilib. U qonuniyatlik, kuchli so'qvatdi. Bu so'qish necha million yillik hayotlikning davomlashishidagi kuch. U yangi qon, yangi energiyani butun badaningizga yetkazib, sizni jismoniy va ruhiy jihatdan texmi so'zuk, texmi kuchli qilyapti. Hozir nafasni texmi cho'nqur sumirish orqali ichki kuchingiz bilan texmi zich bog'laning. Asta-asta burningiz orqali cho'nqur nafas olib, og'zingiz bilan asta suzib nafasni chiqarib o'ting. Dal shundoq. Cho'nqur nafas oling. Nafasni suzib asta chiqarib. Cho'nqur nafas oling. Nafas chiqaring. Ichki kuchingiz nafas jarayoningizga ergashib, o'rkashlashga boshlaydi. U o'zliksiz to'liqlanib, o'zliksiz kengayadi. Hücre, palla, muskul va har qaysi a'zolaringiz bu hayotlik energiyasi bilan liqqida to'lib,
shuncha iliq, shuncha qizg'in hayotiy kuchga to'lganligingizni texmo aniq his qilyapsiz. Bu hayotlik energiyasiga ergishib, o'zingizni to'xtamay zo'rayotgandek, cheksiz kengaygandek, o'zingizni cheksiz kengaylaydigandek, bir nur tanchisiga aylangandek his qilyapsiz. U butun badningizga to'lib, ondan yana davomliq cheksiz kengayotadi. U barliq besim va to'salg'ularni, barliq qiyinchilik va cheklanishlarni bosib o'tmoqda. Siz bir nur. Siz cheksiz erkinlik va kuchning o'zi. Sirtdagi barliq narsalar amaliyotda dal ichki qiyofatingizning sertifikatlanışı. Siz o'zingizning nur bo'lib chaqnashingizga, kuchli bo'lishingizga yo'l qo'ying. Siz ichki kuchingizni urg'utsangiz, butun dunyo sizga yo'l beradi. Yushurun engizdagi bu mugdab qolgan ichki kuchingiz hozir butunlay uyg'otildi. Siz hayotingizning haqiqiy qahramoniga aylanib, tavranmas kuchga ega bo'ldingiz. Hozir put qo'llaringizning barmoqlarini yenik metrlatib,